Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz aktiv faoliyatchimiz Xalmurat Uyg'ur Alsoy yozgan Apamni izlab degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda Xalmuratning o'zi yolg'iz ta'kidlarni ko'mish jarayonida erishgan tajribalariga asosan yakunlagan hayot hikmatlarini o'qib o'tgan edik. Endi uning davomini o'qiymiz. Shundoq bir fursat kelsa, jim yotqanlarmi o'rindan qo'pidi, deydi Uyg'urlar. Demak, Uyg'urlarning harakatsizligining va sukutining eng chong sababi umidsizlik edi. Mumkinchiliklar, iqtidor, iqtisod va kuchliklardan ittifoqdoshlarning bo'lmasligi shu umidsizliklarning manbasi edi. Shuar bilan insonlarni ruhlantirg'ili bo'ladi. Ammo reallik ruhlanganlarni sovuq shamollar bilan sagitib, ularning turmush halakchiligining qaynamlariga qayta tunjiqishini takrorlaydi. Tengirqash, qo'rqush va ishonchning kamchiligi Uyg'urlarning markazga tortish kuchini ojizlashtirib, Uyg'urlarning milliy manfaat tuyg'usini tuvaltayotgan edi. Xalmurat, Uyg'urlarning qurolliq qarshilik harakatlariga oid ma'lumotlarni kelar qitimliq leksiyada so'zlab bergan bo'lsangiz, deb yenimga keldi biri bir istakan qahvani ko'tarib. Uning bu haqda mendimmi ko'p uchurlarga ega ekanligiga ishondim. Ammo uning Uyg'ur qurolliq qarshiligining harakat tarixiga bo'lgan tunishi, uning Uyg'ur qurolliq qarshilik ishtirokchilarining ichki qismidagi ideya va qarashlarini, ideologiya to'qinishlarini bilishidan derak bermaydi. Uning shundaq bir ma'noda bu talabni o'tirg'a qo'yganligini pamlab uningga Tulumi afsuski, mening unda harakatlarga qatnashganlar bilan bevosita aloqam yoki suhbat paranglarim yo'q. Balkim boshqalarning bo'lishi mumkin. Men ko'rishgan ba'zi kishilardan vositalik holda bilishimga qaraganda, Uyg'ur qurolliq kuchlari xalqaro ummatchilik ideyasini o'zining markaziy ideyasi qilganlar bilan ummatchilikni asos qilgan holda milliy kimlikni inkor qilganlar orasida ideologiyalik to'qinishlarning borlig'ini pamladim. İslomiy kimlik bilan milliy kimlikning yo'g'rilib, yerlik kimlikni hosil qilgan holda nishonni faqat Uyg'urlarning milliy taqdirining o'zgarishini maqsad qilgan siyosiy ideya uchun xizmat qiladigan biror guruhining borligini bilmaydi ekanman, dedim o'z ko'z qarashimni ifodalab. Bilishimcha, Uyg'urlarning unda qarshi harakatlarga qatilishidagi eng chong sabablarning biri boshqa chiqish yo'lining bo'lmasligi, milliy taqdirni belgilash uchun qurolli qarshilikni tanlaganligi va shundoq sharoitlarga erishish uchun shundoq ideologiyalarni targ'ib qiladigan birliklar bilan ish o'rtoqligiga majbur bo'lganligidan deb qarayman. Undaq harakatlarga qatilgan kishilardan anglashimcha, ularning shu yo'llarga mingishiga Xitoy hukumatining tengsiz muomalasi va adolatsizligi bevosita javobgar, dedi u mening deganlarimga qarshi chiqqandek. Uning rostilla shunda qaraydiganligini bilmaydim. Balki mening qarashlarimni bilishi uchun meni shu so'zlar bilan qandaqdir bir temalarga yetaklayotgandek Uyg'urlarga xos gumonxo'rligim bilan uning usti bishiga yana bir qitim qarab etdim. Sizning hukumatingiz Sovetga qarshi turish uchun Xitoyni ittifoqdosh qilgandan keyin Xitoyning o'ziga bo'lgan ishonchisi bargancha oshdi. Uyg'urlarga bo'lgan bostirishni texmo bek ishonchlik ilib bordi. Bosh apandimning hokimiyat davrida mavjudligi aniq bo'lmagan bir guruh buni terrorlik tashkiloti deb e'lon qilganligi Xitoyning Uyg'urlarni shu nom bilan bostirishiga sabab bo'ldi. Uyg'urlarning qanday yo'lga mingishi buyuk kuchlarning orasidagi uchuq yoki yo'shirun munosabatlarning qurboni bo'lganligidan ekanligiga ishonaman, dedim uning so'litiga yoki davlatining shuhratiga e'tiqod qilmaydiganligimni uningga bildirib qo'yish uchun. Bizga kishilik huquq, demokratiya va insoniy qimmat qarashlari davlatlarning yumshoq kuchi bo'lgan kino filmlaridan kirgan. Shaxsan men shunday qimmat qarashlariga ishonganligim uchun ota-onam lagerlarga sulangandan keyin ularning va mening insoniy g'ururimning dafsanda bo'lganligini va bizningmi insondek yashash huquqimizning borlig'ini deyish orqali shunday prinsiplarga ishonadigan kishilar va kuchlarning yordamiga erishishni orzu qildim. Uyg'urlar bizning beshimizga kelganini g'arb dunyosi, bo'libmi sizning davlatingiz bilsa, bizga cho'qim yordam qiladi deb ishonadi.
Şunlaşqa sizning tilingizda bizga oid xabarlar chiqsa, hayajonlanib, hatto ko'zlari yosh oladi, dedim uningga so'zimni davomlashtirib. U menga "Bilaman" deganni ishorat qilgandek kulimsirab qo'yib, salmoqlik bilan hech qanday hissiyotini bilgili bo'lmaydigan talaffuzda va udarda: "Xalmurod, hozir Xitoy hokimiyati Uyg'urlarga zulm qilyotidi. Uyg'urlar zulmga uchirg'uchi. Sizningcha Uyg'urlar bilan Xitoylarning o'rni almashsa, masalan, Uyg'urlar Shinjongda bir davlat qurib hokimiyat beshiga chiqsa, Uyg'urlar Xitoylarga qanday qiladi? Shuni ishiman. Uyg'urlar bilan Xitoylarning o'rnining almashishi bilan zulm oyoqlashmaydi. Aksicha faqat zulm qilguvchi bilan zulmga uchirg'uchining o'rni almashidi. Siz ishongan shu prinsiplarga Uyg'urlar ishnamdi. Gapimizda rostchil bo'layli. Masala Uyg'urlar bilan Xitoylarning o'rnini almashtirish bilan oyoqlashmaydi. Deb bo'lib, istakandagi qahvadan birini o'tlag'ach, mening chiroy ifodamga inchkilik bilan qarab, og'zimdan nimaning chiqadiganligini kutmagandek, mening Uyg'urlarga xos tafakkurimning nafrat bilan zaharlangan ideyalarning quturtishida bu so'zlardan gangirishimni jazmlashtirgandek, xuddi shaxmat o'yinida menga shoh chiqarib, mag'rurlangan raqibdek ikki yonga qarab qo'ydi. Uning deganlari rost edi. Uyg'urlarda o'z masalasini hal qilishda javob berishga tegishli savollardan o'zini qochirishdan kelib chiqqan ishonchini yo'qotish, kelgusiga nisbatan bir aniq va'dalarni bera olmaslik hozirgacha bo'lgan harakatlarning hammasida mavjud edi. Masalalarga hissiyot nuqtasidan emas, balki uning yeshimi nuqtasidan qaraydigan tafakkur bilan Uyg'urlarning adolat va haqqoniyat tafakkuri orasidagi to'qinish bizning ittifoqdoshlarni jalb qila olmasligimizdagi eng cho'ng tugun va to'salg'ularning biri edi. Men adolat bilan kechirimning o'rtaq mavjud bo'lib tura olishiga ishonaman. Bizga zulm qilganlarni shundoq bir mumkinchiligimiz bo'lgan sharoitda xalqaro o'lchamlarda va xalqaroning nazari ostida adolat sotiga tortishimizga ishonaman, deb so'z boshlab turishimga u o'lchamlik Uyg'ur tilida. Uyg'urlar Xitoylar bilan billa demokratik tuzum barpo qilib billa yashay olishiga ishonmaydi. Uyg'urlarda shundoq fursat bo'lsa, Uyg'urlarda qilganning o'chini elishga tayyor, dedi menga meni cho'chitib. Uning og'zidan bu qadar o'lchamlik Uyg'ur tilining chiqishi meni cho'chitgan bo'lsa, uning Uyg'urlarning ruhiyatini bu qadar tushunishi meni hayron qoldirgan edi. Shundoq, shuncha ko'p Uyg'urlar bilan mungdashdim. Mayli olimi bo'lsin yoki zolimi bo'lsin, donosi bo'lsin yoki nodini bo'lsin, Uyg'urlarda Xitoyga bo'lgan nafratning kuchliligini o'zim ko'rgan va mungdashgan Uyg'urlarning hammasida degdek o'rtaq his qilgan edim. Shundaq nafrat Uyg'urlarning Xitoy hokimiyatiga bo'lgan qarshilig'ining harakatlantiruvchi kuchi ekanligini e'tirof qilmay bo'lmaydi. Uyg'urlarda undaq ideyalarning avj elishidagi bevosita sabab Xitoylarning Uyg'urlarga ayirib muomalada bo'lganligi, kamsitish siyosatlari va Uyg'urlarni millat sifatida cho'ng Xitoy madaniyatiga singdirib, assimilyatsiya qilish plani sababidan kelganligi pokitlik haqiqat edi. Agar mening hukumatim Xitoyni ojizlashtirish uchun Xinjiangning ayrim davlat bo'lishini shart deb bilgan ahvol ostida sizningcha nima uchun Uyg'urlar bilan ittifoqlashidi? Bingtuanni bilasiz. Bingtuan harbiy, iqtisodiy va idoriy sistemaga ega bir gavda. Ularning manfaatlari Xitoy markaziy hukumatining yiqilishi bilan yoki markaziy hukumat bilan bo'lgan to'qinishlar sababli ziyonga uchrashi mumkin. Agar Xinjiangda bir davlat qurish plani bo'lsa, har qanday bir davlatning birinchi tanlashi balkim shular bo'lishi mumkin. Nima deydigansiz? Undaqda tarix qayta takrorlanadi ekanda. Sovet ittifoqining Shinsay bilan ittifoqlashganligi bilan buning nima farqi? Dedim uning so'zini bo'lib. Uning so'zlaridan bearam bo'lganligimni yushira olmay. Mustabid va zo'ravon bir hukumatning Uyg'urlarni bostirish quroli qilgan Bingtuanga ashundaq bir organga qandaqmi ishinsizlar? Sizlarcha ular rostilla demokratik bir tuzumini barpo qilib, Uyg'urlar bilan barobar va erkin bir sistemani qurib chiqishiga ishonamsizlar? Dedim uningga bo'lgan noroziligimni sal hayajon aralash talaffuz va udarda. Bu faqat bir misol. Bilishimcha hozir hech qanday bir davlatning Xinjiangning mustaqilligini bevosita qo'llash plani yo'q. Agar shundoq bo'lgan bir mumkinchilikda
Bingtuan bilan hamkorlashish va Bingtuanning Uyg'urlarga adil muomala qilishi uchun Uyg'urlardan o'z manfaatini qo'g'day oladigan va shundaq prinsiplarda har qanday biri bilan hamkorlasha oladigan saboqqa ega kishilarni bayqash, yetildirish va kuchlantirish ishlari bo'lishi mumkin. Men faqatla mantiq tafakkurimni sizga da'votiman. Bu undaq planlarning borligini yoki ijro qilinayotganligini bildirmaydi, deb so'zini kesdi mening hayajonlanganligimni ko'rgandan keyin. Kallamda turli xiyollar quturmoqda. Uyg'urlar xos hayajon hormonlari tomirlarimga quyilib, yurak ritmimni tezlatmoqda edi. İstakandagi gazliq suni bir o'tlayotgandan keyin Finlandiyada yashash jarayonida o'rgangan so'qaqqonli xarakterimning Uyg'urga xos hayajonini besishga tirishib, deganlaringiz mantiqiy uyg'un. Bingtuan bo'lsin yoki Sharqiy Turkistondagi iqtisodiy, siyosiy, soqchi va harbiy gavdalar bo'lsin, Xitoylarning bevosita kontroli ostida. Mavjud sistemani yiqitib, uning o'rniga yana bir sistemani barpo qilish texmi tas va tahdidlik bo'lishini tasavvur qilishga bo'ladi. Bingtuanning shundoq bir sistemani barpo qilish uchun Xitoyning ichki qismida zo'r davolg'ish bo'lishi, markaziy hukumat bilan bo'lgan munosabatining yiriklashib, shu darajaga berishi va ularning markazning kontrolidan chiqishi uchun aniq va kuchli bir sabab bo'lishi kerak. Mencha Xitoy markaziy hukumatimi buningdan andisha qilsa kerak. Bingtuanning mavjudligining asosi Uyg'urlarning Xitoy davlatiga bo'lgan sadoqatining yo'qligi yoki kamchiligini shart qiladi. Bingtuan mustamlika apparati. Uning mavjud bo'lib turishidagi birdan-bir sabab Uyg'urlarning qurolli qarshilik orqali o'z hokimiyatini tiklishining oldini olish. Yana bir jihatdan aytganda, Uyg'urlarning shundoq bir sistemaning barpo qilinishida o'zining rolini joriy qildiradigan ikki xil mumkinchiligi bo'lishi mumkin. Birinchidan, Uyg'urlar kuchli qarshilik harakatlari orqali markaziy hukumatning Uyg'urlarning tuproqlarini tutib turishga bo'lgan ishonchini ojizlashtirishi va Xitoy hukumatining unumli kontrolligini palach holga keltira olishi mumkin. Ikkinchidan, va eng muhimi, Uyg'urlar o'z manfaatlarini shundoq bir yangi ittifoqning ichida kapolatga ega qilish uchun Bingtuan bilan qarshilasha oladigan kuchga ega bo'lishi kerak. Dedim uningga o'zimni tutib olib mantiqliq tafakkur qilgan qiyofatda. Undaq bo'lganda uzilmas ichki urushning chiqmasligiga kim kapolat qiladi? Dedi u menga raddiya berib. Undaq bo'lmaganda Bingtuan barpo qilgan sistemaning siz va men ishongan prinsiplarda ching turishiga kim kapolat qiladi? Dedim menmu darholla. Undaq bo'lishning hojati yo'q. Bingtuan mustaqil bo'lgandan keyin yanada xom ashyo ishlab chiqarilgan iqtisodiy qurilmani davom qilishi mumkin. Ularning eng chong eksporti yanada Xitoyning boshqa o'lkalari bo'ladi. Dengizi bo'lmagan bir jo'g'rafiyaning iqtisodiy cheklimlariga uchraydi. Uning ustiga Xitoy parchalangandan keyinmi o'zining ishlab chiqarish sistemasini o'zgartmasligi mumkin. Albatta, xom ashyolarni boshqa davlatdan import qilishi bilan ishlab chiqarish narxi o'sishi bilan undaq bir ortiqchilikni qisman yo'qotishi mumkin. Buning uchun birlik kelgan bir iqtisodiy gavdani shakllantirish ehtiyoji bo'ladi. Shuning bilan Xitoydan ayrilgan yerlarning iqtisodiy gavda yaratish ehtiyoji ularning keyingi diplomatiyalik munosabatlarining asosiy bo'lishi mumkin. Xitoy davlat iqtisodidan shaxslar iqtisodiga ko'chishni tamomlab bo'ldi. Davlat egiligidagi korxonalarga qaraganda shaxsiy korxonalar Xitoyning iqtisodining asosliq motorlik rolini o'ynaydi. Dedi u meni zaldagi sofaga kelib o'tirishimga taklif qilgach. Gapimiz qizimayotgan edi. Ammo men kutgan yo'linishda emas, balki men xohlamaydigan bir yo'linishda ketib boradi. Uning bo'lgan beoromligimni va qarashlarni ag'dirib tashlaydigan bir narsani o'tirg'a qo'yish orqali rohatlanish tamasida men o'zida bor bo'lgan barliq uchurlarni qusib chiqarishga tayyorlanayotdi. Shundoq bir o'zgarishning sizning davlatingizga va uning ittifoqdoshlariga qanchalik manfaati va qanchalik ehtiyoji bor? Shundoq bir o'zgarishga bo'lgan taqozo qanchalik? Men faqatla o'zim kuzatganlar bo'yicha analiz qilyapman. Buning davlat yoki hukumat bilan aloqasi yo'q.
Agar ikki davlat orasidagi munosabat shundoq bosqichga yetganda, demakchi urush bo'lganda yoki davlat manfaati va ittifoqdoshlarning bexatarligi va manfaati shundoq tahdidga uchraganda, har qanday bir mumkinchilik bo'lishi mumkin. Albatta, xristianlarga ko'p madaniyatli jamiyatlarga bo'lgan hissiy moyillikning ta'sirini inkor qila olmayman. Shundaq o'zgarishlar uchun ilingan qarorlarga xalqning moyilligini qo'zg'ash yoki qarshiligini ojizlashtirish ularning ta'siri cho'ng bo'ladi. Men uning gapini texmo aniq anglash uchun oldimga engishib, uning so'zlarini anglayotgan holatimdan orqamga yo'linib, qo'limdagi istakanni Safaning qo'l qo'ydigan yerda aylantirib o'ynag'ach. Cho'nglashqa taratqularda Uyg'ur musulmonlar deb oldikansizlar-da. Bizga bo'lgan moyillikni kontrol qilishla emas, balki musulmonlarning Xitoyga bo'lgan qarshilik hissiyotini qo'zg'ash orqali Xitoyga bo'lgan qarshilik sipi shakllantirish uchun dedim kulib. Bizda media va so'z erkinligi bor. Qandaq terminlarni ishlatishni hukumat emas, balki muharrirlar o'zlari belgilaydi, dedi u chiroyida hech qanday ifoda bildirmay. Suhbatimiz davom qilmoqda. Meni beoram qilgan analizlar va realliklar orasidagi tangirqashda mengamni yangi bir uchur va tafakkur metodlarida to'shqizishga tirishmoqda edim. Jazo lagerlariga mahkum bo'lgan millatimni qutqizish uchun bosgan yo'llarimda kechkuzning g'azonlariga o'xshash laylab qandaq bir iqimlarga tushib ketishdan andisha va andikishda bo'lmoqda edim. Bu millatning orzusi bilan bu dunyoning realligi orasidagi to'qinishlar meni tamtiratmoqda edi. Millatimning uyg'onishla emas, balki tafakkur yangilishiga bo'lgan taqozoni his qilayotgandek qilatdim. Qaytadan Shingsay davriga qaytishga bo'lgan qo'rqinch meni andiktirmoqda edi. Kundalik turmushning halakchiligida haplashayotgan millatimni qandaq bir qismatlarning kutayotganligini tasavvur qilishdan ansirmoqda edim. Bizning hozirgi realligimiz bahayvat yalmovuzning oldida bir-biri bilan kamput talashayotgan yetim bolalarga o'xshab qolgan edi. Antaliyadagi mehmonxonaning panjarasidan dengizdan ko'tarayotgan quyoshning dengizni shafaq nurida qip-qizil qandek bo'ygan manzarasiga tikilib o'tiribdiman. Osmondan uchayotgan aeroplanning qonlar bilan to'lgandek ko'rinadigan manzaraga parvoyi yo'qdek asta uchib o'tmoqda. Binalarning derizlarida texcha qorong'ulik hukm surmoqda. Bundaq bahayvat bir ko'rinish bilan dunyoning chatig'i bo'lmagandek, hech kimning diqqatini tortolmagandek qiladi. Xuddi Uyg'urning hozirgi ahvoli bilan dunyoning chatig'i bo'lmayotgandek. Dunyoni sonlar bilan tushunadigan, manfaatlar tamponligida sehrgarlik qiladigan siyosatchilar diplomatik so'zlar bilan bizga tasalli berib qo'yayotgandek. Kishilər uyqusini buzub, bundaq bir manzaradan cho'chishni xolamayotganda qiladi. Uyg'urning beshiga kelgan bu kulfatlarning qanchalik echinishligini Uyg'urning o'zimi to'liq his qilib bo'lolmayotgandek. Sukutni tanlash orqali fursat kutayotgan Uyg'urlar xuddi bizning tangirqishimizni tomosha qilayotganda qiladi. Mansitmaslik, javobsiz qilishlardan ishib, isbotsiz tasavvurlarda o'ydirib chiqarilgan gumonlarni haqiqat bilib hukm qilishlar. Xolmurod undaqkan, Xolmurod mundaqkan deb pisirlashlar. Palonchi mundaq dedi deganni dalil qilib gumon qilishlar meni charchatmoqda edi. Bizning dilimiz bir, tilimiz bir, dinimiz bir turib, biz nimishqa birlikka kelolmaymiz deb hayajonliq nutqini bergaydi. Men hurmat qilgan bir akimiz Shvetsiyadan Norvegiyaga qo'zg'alib minishdan avval bir taqvo qarinishimizning uyida qo'nganimizda bizga mutlaq birlik uqumi bak singib ketibdi. Mencha biz birlikka bo'lgan tadbirimizni o'zgartganimiz to'g'ri deb o'ylayman. Shakil yoki qurilma jihatdagi birlik emas, balki ichki dialoglarni saqlagan asosda milliy manfaatimizni nishon qilib ilib berilgan o'xshamagan shakil va metoddagi faoliyatlarning yig'indisi bizning birligimiz bo'lishi kerak. Hammamizning bir ramka ichiga kirib olishimiz bizning harakatlarimizni dushmanning oldin paraz qila olishiga osonlik yaratadi. Biz aniq nishonga aylanib qolamiz.
Şuna qarmoqqa chichlang'u holatda, ammo ichki dialoglarni saqlagan holda o'xshamagan sadolarni chiqarib, o'xshamagan harakatlarni qilishimiz bizga texmi uyg'un. Hatto bir-biri bilan qarama-qarshi ideyada sadolarni chiqarganlarning ichki qismida milliy manfaatni chiqish qilgan dialogi bo'lishi kerak. Bizning sadoqatimiz milliy manfaatimizda bo'lishi, bir-birimizning qarindoshligiga bo'lishi, hargizmi o'xshamagan ideya yoki metodlarda bo'lmasligi kerak. Chunki hech kim qaysi ishning qandoq bo'lib, bizning qutulishimizga sabab bo'lganligini bilmaydi, dedim ularga o'zimning internet orqali tushungan Uyg'ur jamoatiga bo'lgan tunishimdan va hozirgi vaziyatni kuzatishimni yakunlab. Masalalarni mohiyatini emas, balki shakli va hissiy tuyg'uni asos qilib baholashga odatlangan tafakkur bizning ko'p ziyonlarga uchrashimizga sabab bo'lgan edi. Inshaalloh, pot yaqinda chegirdan hujum qilib kirib, qisosimizni oldigan fursatlar bo'ladi, deb hayajonda o'ziga va atrofidagilarga yal uratdi kishilar. Biz bir turkum yangi avlodlarni tarbiyalayapmiz. Ular cho'ng bo'lganda vatanni ilishga tayyor bo'ladi. Ishiklarni ochidi, ittifoqdoshlarini topidi, bizni kuchlantirdi, deb hayajonda so'zildi biri Istanbuldagi bir Uyg'urning uyida. Uyg'urlar bilan munozirga kirishdan o'zim tartatdim. O'zimni donish chaqlaganligimdan emas, balki hissiyot va hayajon atmosferasi quyuq bo'lgan, biri yana birini qoyil qilishni maqsad qilgan munozira metodiga ko'nmaganligim uchun shundoq sukutni tanlaydim. O'zimning o'xshamagan fikrlarini fillarga xos so'qaqqonlik bilan kulib turib yoshiratdim. Hech qanday hissiyotimning yoki hayajonimning oshkorlanib ketishini xohlamaydim. Vatanda ziyonlarimiz toshlar orasida o'sgan giyohlardek pam bilan Uyg'urlarni tarbiyalab, Uyg'urlik tuyg'usi kuchli shundoq bir turkum kishilarni yetildirib chiqdi. Qancha million kishining shundoq yoshirun maqsadlarda ilib berilgan milliy ma'arif tarbiyasidan tarbiyalanib chiqqan kishilarning hozirgi holi bu tursa. Vatandagi yoshirun madrasalarda, Qur'on kurslarida va diniy maktablarda qancha yillardan beri qancha minglagan kishi tarbiyalanib chiqdi. Chet ellarda qancha yüzlagan hatto minglagan kishi tarbiyalanib chiqdi. Bizning hozir qolimiz yanala bu tursa. Tarbiyalashni maqsad qilib, tarbiyalanib bo'lganlarni qo'llash yo'q bo'lgan bundaq bir aylanmada qandoqmi o'zimizni qutqiza oladigan kishilarga bo'shliq bo'lsin. Amaliy ish qildiganlar yolg'iz qoldiriladigan, kamsitiladigan va hatto sistiladigan bundaq bir muhitda kimmo shundoq qurbonliklarni berishga petina olsin, degim keldi. Ammo ma'arifning bizni qutqizdiganligiga, tarbiyalanishning bizni kuchlantirganligiga oid so'zlayotgan kishining va og'ilg'uvchilarning hayojinining beliga tepkim kelmadi. Mening so'zga taklif qilinib, fikr qetishimni kutib, daqiqa sukutda menga tikilib turgan ko'zlar bilan ko'zim uchrashgandan keyin biz Xitoyning bizni yo'qotish tezligi bilan o'zimizni saqlash va taraqqiy qildirish tezligi orasida musobaqa qilyapmiz. Birla andisham bu vaqt, bu zamon, bu fursat bizga shu vaqt, shu zamon va shu fursatmi buni bilmayman. Kuchlarning Uyg'urlar tayyor emas degan yakunni chiqarishiga bizning ma'arif sistemimiz emas, balki bizning irodamiz, bir-birimizga bo'lgan sadoqatimizning hozirgi holati sabab bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ma'arif bizni kuchlantirdi, to'g'ri. U xuddi shahar atrofida silingan so'qmoq o'xshaydi. Ammo shahar hujum uchrayotganda, zambiraklar bizga qaratib to'xtamay etilayotganda, bizning barliq kuchimiz bilan so'qma so'qishimiz, sepil silishimiz menga ancha mantiqli bilinmaydi ekan. Mencha bizning hozir butun kuchimiz bilan qiladigan ishimiz bizga qaratib etilayotgan zambiraklarni hujum qilib to'sib, uning yiniga berib, pochaqlab o'tish. Bizga hujum qilayotgan dushmanni mudofiaga o'tishga majburlash bo'ladi deb o'ylayman, dedim qisqala qilib. Ular mendan kutgan qandaqdir hayajonliq nutqning o'rniga mujmal bir narsalarni deganligimga, bo'libmi ular umid qilganiga o'xshash, ularning hayajoniga qetilib ketishning o'rniga hayajondan yiroq bo'lganligimga norozi bo'lgandek qiladi. Qo'lida ko'sayning sapqin tutib baxmagan ziyonlar hujumning gapini jiq qildi ekan,
deb manga bo'lgan noroziligini masxirlik chaqchaq bilan ifodalab, so'rindikilarni kuldirishga urindi qaramtul kelgan biri. Qo'lida 100 yil burun loyihalangan kona miltiq bo'lsa, butun masala hal bo'ldigandek o'ylaydi nurg'un kishilar. Shunlashqa hujum so'zini faqatla qurolli qarshilik deb tushunatdi ularning tafakkuri. Bizning birla İsrail davlatimiz bor. Millatimizning beshiga kulpat kelganda biz uchun qon to'kishga tayyor bo'ladigan birla armiyamiz bor. Biz buni 8 million odamning qirg'in qilinishi orqali tunib yetgan. Biz u azobdan texi qutulib chiqmadik. Sen degan shu inson haqlari krizisiga menmo ko'ngil bilaman. Menmo falastinliklarning haq-huquqlarining qo'g'dilishini orzu qilaman. İnsanlarning barobar va erkin yashay olishini umid qilaman. deb mening Falastinga bo'lgan hissdoshligimni ifodalashimga bo'lgan qarshini ifodalashga boshladi Yahudi bir do'stim. Uning Yahudi ekanligini jazo lagerlari boshlangandan keyingi suhbatlarda bilgan edim. Lekin Falastinliklar bo'lsin yoki atrofdagi boshqa arab davlatlari bo'lsin, Isroiliyaning egilik huquqiga ega bir davlat ekanligini e'tirof qilmaydi. Sen u ahvollar tushunmaysan. Musulmonlarning falastinliklarga tabiiyla hissdoshligining borligini bilamiz. Bizdimi necha million musulmon Isroiliya vatandoshi bo'lib xotirjam yashayotdi. Dedi u o'zining davlatining kishilik huquq dafsandichiliklarini tanqid qilganligimdan beoram bo'lib. Uning falastinliklarnila emas, balki uning davlatining garajdoni bo'lganlarningmi kamsitilishga uchraganligi haqida anglaganlarimni aytib, kishilik huquqning davlat chegarasi yo'qligini tushuntirmoqchi bo'ldim. İnsoniylikning millat tarkibi yoki diniy e'tiqodi bo'lmaydiganligini dedim. Ammo uning qarshiga nisbatan hech qanday o'zgarish paydo qila olmaydiganligimga ko'zim yetgandan keyin uning bilan bu haqda so'zlashishdan boshqa temaga ko'chdim. Biz davlatni qon, jon, aql va tar badiliga qurib chiqdik. Bizdami turli diniy iqimlar, mazhablar, ideologiyalar va qimmat qarashlar mavjud. Ammo masala milliy manfaatga kelganda hammamizning fikri birdek. Davlatimiz bo'lmaydigan, hamon bir kuni bizning avlodlarimiz yana qirg'in qilinishi mumkin. Men navri-chavrlarimning mening bo'shanligim sababidan jazo lagerlariga solinishini, zaharli gaz uylarida ingrab jon berishini, jasadlaring dövülünüp qadirsiz ko'ydirilishini va ko'milishini xolamayman, deb ko'zga yosh oldi oldimda o'tirgan o'ttira yosh, o'ttira bo'y kishi. Uningga nima deyishimni bilolmayotgan edim. Uning millatining echinishlik tarixining yana bir millatga shundoq echinishlik kunlarini yashatishiga haqliq bo'lish huquqini bermaydi. Uyg'urda pichoqni o'zingga sol, og'irmasa boshqaga deydigan gap bor edi. Ko'z oldimda mening uzun yillik do'stimning boshqalarga pichoq tiqqanligining o'zining pichoq yeganlik azobidan ekanligini tushuntirayotgandek qiliqi meni cho'chitgan edi. Birdilla Uyg'urlardagi Xitoy nafrati yodimga keldi. Bizda shundoq tengsizlik tuyg'ularini haqlashtirish bor edi, ammo biz rostilla shundoq qilamdik. Mencha Xitoyda bir cho'ng tavalg'ush bo'lgan sharoitda Sharqiy Turkistonda o'zini bexatar his qilmaydigan Xitoylar qochib chiqib ketishi mumkin. Bu Bingtuanni cho'qim ojizlashtirdi, dedim. Uyg'urlarda umumlashgan o'ziga tasalli berish umidvorligidan kelgan tasavvurimdan. Uyg'urlar orasida keng tarqalgan qarashni ifodalab. Eng og'irqi bir yutum qahvasini ichib bo'lib, oldimdagi safada man qarab o'tirgan Uyg'urcha bildigan kishiga kulimsirab qarab. Uning Bingtuanning kelgusida Shingsayning Sovet bilan ittifoqlashganligidek bir tarixining takrorlanishi mumkinchiligini o'tirg'a qo'yganligiga tuzuk raddiya topolmay. Uyg'urlarning Xitoy fuqarolaridan uchragan zulmi, Xitoy hokimiyatidan uchragan zulmidan qilishmaydi. Bundaq ahvolda ikki millat hargiz tinish birga yashay olmaydi. Bundaq ahvolda ikki millat hargiz tinish birga tura olmaydi. Uyg'urlar toki tajovuzchi Xitoylar to'liq yo'qolmaguncha bo'ldi qilmaydi. Agar rostilla Xitoy markaziy hukumatı ojizlab, vatanni kontrol qilishga kuchi yetmasa va Uyg'urlarning qurolli kuchi vatanda harakat qilsa, ko'p qism Xitoylar ichkari qochidi. Bingtuan Xitoylarimi shuning ichida. Bu Bingtuanning kuchini ojizlashtirdi, dedim. Ammo kallamda Uyg'urlarning tuproqlari to'g'riliq o'yinlarda Uyg'urlardan boshqa pishkilarning ko'pligini e'tirof qilatdim. Xuddi
1930-yillardagi vaziyatga o'xshash tunganlarningmi, Shinsayninngmi, kommunistlarningmi, pirqi davlatchilarningmi bu taxtada muhim pishka bo'lganiga o'xshash Uyg'urlarning taqdirini belgilaydigan yangi bir navbatlik o'yinlarda Uyg'urlarningla pishka bo'lmaydiganligini tasavvur qilgan edim. Xalmurod, sizningcha Uyg'urlarda shundoq iroda bormi? Uyg'urlarda oila hukmi bek kuchlik. Ammo oilasidagilarni lagerlarga tutib olgan vaqtlardami Uyg'urlar sukutni tanladi. Shunda qilgandila ahvol yaxshilanganda lagerlardagi qarindoshlarining qo'yib berildiganligiga ishondi. Qarshilik qilishga petingan Uyg'urdan qanchasi bor? Uyg'urlar bir-biriga yordam qiladi, ammo sukut yordam emas. Nurg'un kishilar hozirgi ahvollarga sukut qildi, hatto qanoat qildi. Siz qancha davlatlarga bordingiz? Sizning beltingizni kim ilib berdi? Yotiqingizni kim to'lab berdi? Sizningcha Uyg'urlar rostilla qon kechib, kurash qilib, oxirgacha bo'ldi qilmasmi? Mencha Uyg'urlar yanada qanoat qilib turmushini davom qiladi. Agar Uyg'ur tili davlat tilining biri bo'lsa, yoki hozirgi hukumat Uyg'urlarga azroqla kengchilik bilan muomala qilsa, Uyg'urlar shuningga qanoat qilib yashayverdi. Uyg'urlar bak qanoatchan millat. Qaysar ammo qanoatchan, dedi u mening so'zlarimga yana bir qitim raddiya berib. Uyg'urlarning kelgusida yuz berish ehtimoli bo'lgan qurolliq to'qinish va qayta hokimiyat qurishga qarata tayyorliqsizligi uning o'tiriga qo'ygan mumkinchiliklariga raddiya berolmasligimning, Uyg'urlarning bundoq savollardan o'zini qochirishining eng chong sababi edi. Hatto bular mening hech qanday siyosiy harakatga qatilmay, faqatla ota-onamning davosini qilishga markazlashganligimning, ular qutulib chiqqandan keyin lagerlarga sulangan millionlagan qarindoshlarimni qutqizishni maqsad qilganligimning sababi edi. Harakat va faoliyatlar jarayonida shakllantirgan munosabat doiramda xuddi bir ko'rikka o'xshab qolgan edim. To'liq afsus. Ko'rikning qarshisida manzil bor. Ammo orqamda tahlimakonning timtosligi hukm surmoqda. Shundoq, Uyg'urlar qanoatchan millat. Moddiy maishatga qul bo'lishni emas, balki ma'naviy qimmatga e'tibor berilgan, o'z e'tiqodiga puxta millat. Men qurbitimning yetishicha qo'limdan kelgan ishlarni qilib kelyapman. Hozirgacha bir cho'ng ehtiyoji bo'lmadi. Men emas, nurg'un Uyg'urlar shundoq fidokorlik qilyapti. Avstraliyadan bir qitimliq qator choyda yig'ilgan pulni menga avatib berganda bek ta'sirlandim. Pulning miqdori emas, balki shuningga mujassamlashgan Uyg'urning fidokorlik ruhidan. Uyg'ur faoliyatchilari muassiz ish qilamiz. Bizning byurokratiya sistemimiz, boj kirimimiz yoki iqtisodiy gavdimiz yo'q. Albatta, ko'p hollarda o'zimizni o'zimiz ta'minlaymiz. Ammo eng muhimi, qo'rqinishda yoki boshqa nurg'un sabablarda yo'shinishga majbur bo'lgan qarindoshlarimiz bizning yolg'iz emasligimizni bizga tasalli so'zlari bilan asiltib va askartib turdi. Yodingiz bo'lsin, biz 30 qo'yga bir tal miltiq tegishib turib, Amerikagacha qurollangan Xitoy Gomindang armiyasi va militarist armiyasi bilan urush qilib, Manasqacha keladigan bir millat, dedim uningga tan bergim kelmay. Uyg'urga xos milliy ruhnish xarakterining mendimi bunchalik kuchliligini, Shimoliy Yevropalikqa xos sovuqqonlikning o'rnini daqiqada bisib tushalaydiganligini ko'rib, o'zimmi cho'chib qoldim. U menga qarab bosh langshitqash qishi bilan faoliyatning keyingi qismining boshlanganligini ishorat qilgach, leksiya so'zlaydigan zalga billa mangayli degan ishoratda kulimsirab qo'ydi. Uningga ben ko'rgan Uyg'urlarning qahramonlik hikoyalarini so'zlab bergim bor edi. Ammo Uyg'urga xos hayajonga, o'rilishga boshlagan dialogning davomini qilishga vaqt yor bermagan edi. Shunday qilib, bu qitimliq o'quvchimiz musharrich bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.